Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Barchaga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Mana bugun bir necha obunachilarimizdan savollar kelgan ekan, o'shunga javob berib o'tishga harakat qilamiz. Quyonlarni qanday bo'g'ozligini bilsa bo'ladi deyishibdi. Xudo xohlasa ikki xil variantda ko'rsatamiz. Hozir xudo xohlasa tomosha qilasizlar. Bunimiz karlik baran 15 kunlik bo'ldi. Mana germelin quyonimiz qachon ekan? 5-6 kunlik bo'g'oz ekan. Buni bir 10 kundan o'tgandan keyin 12 kun, men ko'proq 14 kun, 15 kunda bilaman. Qornini nima qiling, ko'rsating. Qornini pastdan sekin ushlab ko'riladi. Bola bor yo'qligi. Bola bo'lsa o'zi qo'lga uriladi, yong'oqdek bo'lib. Shuna qilib bilsa bo'ladi. Mana boshqatdan ko'rsataman. Pastdan qo'lni sekin silab, sekin pipaslaydi. Bola bo'lsa o'zi bilinadi. Men o'zim 13 kun, 14 kunligida bilaman. Keyin yana bir erkak quyonga qo'shib ko'radi buni. Erkak quyonga qo'shganda erkak quyon sakraydi, yo turib bermaydi. Bo'g'oz bo'lsa turib bermaydi yoki ovoz xirillab ovoz chiqaradi. Shundan ham bo'g'ozligini bilsa bo'ladi. Mana sames quyonimiz. Hozir mana qo'shib ko'ramiz, buni bilamiz. Turib bermayapti. Mana boshqatdan yana. O'tini pastga bosib olyapti. Ovoz chiqaryapti. Eshitilyaptimi, eshitilmayaptimi bilmadik hozir videoda. Demak, xudo xohlasa bu bo'g'oz. Ularni ham joyiga olib turamiz. Quyonlarni jinsini ham bir ko'rsatib o'ting debdi. Erkak urg'ochiligini mana hozir ko'ramiz. Buni shunday ushlaymizda. Mana yorg'uloq qilib keling. Mana matnini shunday bosamiz. Mana bu erkak quyon chiqadi o'zi. Bu erkak, xudo xohlasa mana. Hozir urg'ochi quyonni ko'rsatamiz endi. Mana urg'ochi quyonimiz. Mana urg'ochi quyon bunday chiqadi. Mana baranimizning bolalari. Onasi. Hurmatli obunachilar, kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentga yozib qo'yaverasizlar. Savolga albatta javob berishga harakat qilamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab boramiz degan umiddaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.